Men Buxoro viloyatidanman. Yurak kasali bilan 4 yildan beri qiynalaman. Meni yuragim dushanba kuni kesilishi kerak edi, stent qo'yilishi kerak edi menga. Boshim og'rib, ko'nglim aynib, boshqa kasallarim ham bor edi. Buxoro viloyatidan bitta dugonam bilan suhbat qilganimda shu domlamiz haqida menga ma'lumot berilib, bir o'sha joyga borib ko'rgin, o'zingni bir o'qitgin, Qur'on eshitgin deb menga maslahat berdilar. Men keldim. Bu yerda bir 2 marta o'zimni o'qitganimdan keyin qaytib doktorga borsam, men soppa sog'lomman, Allohga behisob shukr. Erta men dushanba kuni operatsiya bo'lishim kerak edi. Operatsiyam bekor bo'ldi. Shu doktorlar hammasi hayron. Doktorim ham sizga kattadan katta rahmat aytdilar. Xo'sh, hammani baxtiga o'ylayman, sog' salomat bo'ling. Analiz qildingiz, siz stent qo'yishingiz kerak edi. Stent qo'ymasam men o'zi yashab bilmaydim. Doktorga bordingizki, nima sen o'yni yopsam yuraging bilan? Yurak bilan o'ynashma ukajon. Men yaxshiman deb unga ahvolimni tushuntirganimda, doktor menga ishonmasdan, sen kimgadir boshqa kishiga sen o'zingni borib kestirmoqchisan operatsiyangni, sen menga ishonmayapsan degan gapni aytdi menga. Keyin men qaytib analiz qiling dedim. Men iltimos qildim. Men yana shuncha mayli xarajat bo'lsa ham men qaytib analiz qiling deganimda, mendan hech nima chiqmadi. Maşallah. Meni yuragim ishlayapti, meni yuragim soppa-sog'. Men soppa-sog'man. Shifo duo qilib turasiz. Rahmat. Rahmat, hammalaringizga, katta sizga ham rahmat domlajon.